Diqqat qiling, fuqarolar ogoh bo'lsin. O'zbekiston fuqarolariga O'zgidromet 21, 22, 23 dekabr kunlari kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Ushbu kunlarda o'zbek fuqarolarini nimalar kutmoqda? Barcha xavfli va yog'ingarchilikli holatlar ushbu videorolikda aytib o'tilgan. Aziz kuzatuvchilar, ushbu videoroliklarimiz keng tarqalib barcha fuqarolarga yetib, ular ham ogoh bo'lishlari uchun albatta like tugmachasini bosib kanalimizga ham obuna bo'ling. Bizning mehnatlarimizni qo'llab-quvvatlash uchun like bosishni unutmang. Bundanda qiziqarli ma'lumotlarni sizga yetkazamiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida 21 dekabr kuni ba'zi joylarda biroz qor yog'adi. 22 va 24 dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Havo harorati 21 dekabr kuni kechasi 2 daraja sovuq, 22 dekabrda esa kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 2,7 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida 21 dekabrda ba'zi joylarda biroz qor yog'adi. 22 dekabrdan 24 dekabrgacha yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Havo harorati 21 dekabr kuni kechasi 0,5 daraja sovuq, 22 dekabrda kechasi 2,7 daraja sovuq, kunduzi 2,7 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax viloyatida 21 dekabr kuni ba'zi joylarga qor yog'adi. 22 dekabrdan 24 dekabrgacha yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. 21 va 22 dekabr kuni yo'llarda yaxmalaklar yuzaga keladi. Havo harorati 21 va 23 dekabr kunlari kechasi 0,5 daraja sovuq, 22 dekabrda 2,7 daraja sovuq, kunduz kunlari 2,7 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida 21 dekabrda ba'zi joylarga yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. 22 dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. 23 va 24 dekabrda yana qor yog'ish ehtimoli bor. Havo harorati 21, 22 va 23 dekabr kuni kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida 21 dekabr kuni ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. 22 va 24 dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Havo harorati 21 dekabrdan 23 dekabr kunlari kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi 0,5 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida 21 va 22 dekabrda vaqti bilan qor yog'adi. 23 va 24 dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Havo harorati 21 dekabr kuni kechasi va kunduzi 0,5 daraja sovuq. 22 va 23 dekabr kuni kechasi 8-13 daraja sovuq, kunduzi 0,5 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Videoroliklarimiz keng tarqalishi uchun like tugmachasini ham bosib qo'yishni unutmang.